Farzandingiz uyingizni to'zitib o'ynashiga, o'yinchoqlarini esa bemalol yoyishiga, ovqatini o'zi to'kib iste'mol qilishiga albatta qo'yib bering. Chunki bolalar o'yinchoqlarni yoyib, ovqatlarni bemalol o'zlari to'kib yeyib rivojlanadilar. Axir biz shu uy-joylarni farzandimiz maza qilib yashashi uchun sotib olganmiz. Maksimum toza saqlangan uy ham 10 yil deganda albatta eskiradi. Bolalarimiz mitti qo'lchalari bilan to'kib kir qilgan buyumlarni esa akvamarin bilan birpasda tozalab yangidek qilib olamiz. Ha aytgancha, akvamarin yordamida yumshoq mebellarni va gilamlarni ham birpasda yangidek qilib tozalab qo'ysa bo'lar ekan. Akvamarindan kir bo'lgan, dog' bo'lgan kiyimlar yoki boshqa narsalarni ustiga 1-2 qoshiq solamiz va ustidan qaynoq suvni quyamiz va birpasga ivib qo'yamiz. Kirlarim ivib turgunicha men yumshoq mebellarimni va gilamlarimni ham yangidek qilib yuvib oldim. Siz ham albatta ishlatib ko'ring, umuman afsuslanmaysiz.